Xo'sh. Oy brat, bir minutga qaroringizda gapim bor. Menmi? Ha siz, короче, Joxa boru qo'shningiz. Ha, O'sha sizni kal, burni qiyshiq deb tasqara mashmasha qildi. yo'q, hozir ko'rsataman. Qo'shningizni cho'loq qarg'a deb mashmasha qildi. Rostdanmi? Hozir ko'radi mendan yaramas. Nima qilgani bu? Nimaga bizni boshmasha qilyapti? Rejam o'xshadi. Ana endi Joxa va qishloqlar urushib qoladi va qishloqni men egallab olaman. Normallik kulolmadim. Ha mayli, bo'pti. Xo'sh. Menimcha yetsa kerak 21 ta daraxt. Endi hozir ishlatib ko'rib aniqlayman albatta. Menimcha 2 etaj qilsam, mana qo'shnimning uyini oldidan tepa bo'lib qo'shnimning uyi ko'rinmay qoladi. Dahshatli chotki. Yorvorayishin uy quraman o'zim ham. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joxa va jigarlar. Men bugun o'rmonga daraxt kesgan kelganman. Ya'ni uyimni 2 qavat qilmoqchiman. Sizlardan bitta narsaga juda ham xafaman, chunki meni kanalim 95% odam obuna bo'lmay prosta ko'rar ekan. Obunachilar, nima obuna bo'lish shunchalik qiyinishmi? Agar qiyinish bo'lsa aytinglar, qiyinish deylar, mayli men obuna bo'lmaylar deyman. Agar obuna bo'lish oson, juda oson, tag qaranglar. Obuna bo'lish tugmasi turibdi pastda. Bitta bosasizlar, tagida 3 ta kanal chiqadi. Hammasiga bittadan obuna bosib qo'yinglar. Sizlarda hech nima ketmaydi jigarlar. Prosta tag zo'r kontentlarni o'tkazib yuborasizlar obuna bo'lmasanglar. Obuna bo'lib videoga like bosib oxirigacha ko'ring. Jigar. Tag ana endi men rejalarimni, ya'ni qishloqda ishlarni bajarishim kerak. Sizlarga obuna bo'l deb o'tira olmayman. O'zingizlardan bilib obuna bo'lib qo'yaveringlar. Tak, uyimni 2 qavat qilmoqchiman, короче, sizlarga aytdim, aytmadimmi bilmayman. Menimcha cho'tki chiqsa kerak 2 qavat qilsam. Endi vaziyatga qaraymiz. Tak, tepaga chiqadigan yo'lni qilish kerak avvalo. Endi asta-asta qilamizda. Tak, hozir uy ichidan narsalar olish kerak. Tosh olib kelganman, bir stak aytgancha tosh ham kerak bo'ladi. Tak, kirkani olaylik. Kirkasiz borgandim, lekin polizda ham ishlashim kerak-ku, mayli. Polizdagi ishlar bir muddatga qoldiramiz. Tak, qanaqadir qishloqni yordamga aytsammikan? Voy qishloq, qalaysan, yaxshimisan? Ha, kakras seni izlab yurgandim. Men nimaga izlab yurasan? Nima sen bari cho'loq qarg'a deding? Sen qachon cho'loq qarg'a debman? Bitta odam aytdi-ku, Joxa qo'shningsan cho'loq qarg'a dedi deb. Keyin meni qo'shnimni burni qiyshiq kal debsan. Yo'q, unaqa deganim yo'q. Jinnimisan? Qayerdan topyapsan bu so'zlarni? Men lug'atimga yangilik bu so'zlar. Bilmadim, bitta qora kiyimli brat kim aytib ketdi. O kim ekan o brating? Bilmayman. Balki sen dushmaningdir, ha? Yo'q, men dushmanim yo'q. Meni dushmanim sensan endi. Jinnisirama, sen go'ynimi o'ylaysan, tushundingmi? Yo'q. Bu gaping ham meni qalbimga o'tar berdi. Endi sen meni dushmanimsan, yo'qol. Ya, jinnim bo'lib qolgansan. Sen tentaqonaga jo'natish kerak. Nima bo'lyapti? Jitellarga bilmasam. Tak, men narvon yasab olaydi birinchi. Tak, narvonga nechta daraxt ketishini bilmadim. Tak, buni hammasini ham olmaymiz. Yarmini olib turaylik paka. Chunki bitta joyga ishlatishimizga to'g'ri keladi. Va yarmidan ham ko'proq kerak edi-ku. Nimaga ishlatib qo'ydim, mayli. Nechiva? Tak, 4 tadan narvon yasay olamizmikan? 16 o'p ketdi. Ha mayli. Narvon yasash kerak. Narvon yo'q. To'xtaylar. Narvonni olamiz. Adashmasam mana shunaqa yasalar edi narvon. 3 ta va yana 3 ta olishimiz kerak. 3 tani o'zi yetmaydi menimcha. Bo'ldi, всё. Tushib ketdi. Olaylik. Tak, ana endi narvonni qo'yamiz. To'xtaylar. Bu yerni ochamiz. Mana shu yerdan chiqadigan yo'lak qilaman. Xo'p, bunday va bunday. Всё, normali. Endi ustaki mana bu joylarni olib tashlaymiz. Qishloqlar nimadir guring qilyaptimi deyman, ikkalasi nima guring qilyapti? Voy, seni ham Joxa bashmasha qilibdimi? Ha, seni ham bashmasha qilganmi? Voy, yaramas Joxa. Endi men uni yomon ko'raman. Undan yomon odam o'zi yo'q. Nima deyapti bular? Men bular qachon unaqa dedim? Qachon bashmasha qildim? Jinni bo'lib qo'ygan bular? Bilmadim. Yo, bularni kimdir aldagan, tochni kimdir aldagan, lekin kimligini bilmayman. Tak. Mana bratam nimanidir xayol suryapti. Joxadan kutmagandim. Endi nima qilaman? Joxani yomon ko'raman albatta. Voy, yomon, juda ham yomonsan, Joxa. Jinni bo'lib qilgansanlar, nima deyapsanlar? O'zlaring. Mayli, asabni buzmaylik, muhimi asabni buzmaylik. Hozir uyimni zo'r qilib qurishim kerak. Menga bularni gapini umuman qizig'i yo'q to'g'risi. Lekin qachon aytdim bu gapni men bularga? Umuman aytganim yo'q-ku. Aytmang gapimni aytdi deyish endi bu insofsizlikdan boshqa. Tushib ketdim. Sen qarg'ading, sen qarg'ading meni. Qarg'aganing uchun tushib ketdim, ko'rdingmi? Nimaga sen mana unaqa deding? Sani nima debman? Qo'li qiyshiq tupoy debsan.
San nima deb mashmasha qilibman? Manimi? Ha, sani. Ko'zi ko'ri qilay debsan. Obbo, san qanaqasiga men umuman bilmaydi-ku so'zlar bilan bular qanaqasiga mashmasha qilishim mumkin? Umuman aytmaganman. Yo, bunaqasi ketmaydi. Kimdir bizni o'rtamiz buzmoqchi, kimdir. Точно. Men mayli uzr so'rab chiqaman, hamma qishloqdan avval uyimni cho'tga qurib olaydi. Lekin bo'lmagan gap. Qachonman ularni unaqa debman ekan. 1 2 3 mayli hozir kechirim so'rab chiqaman hammasidan, lekin unaqa demagan gapim uchun ham iloji yo'q kechirim so'ramasam bo'lmaydi. Chunki bizda xato o'tmagan bo'lsa ham baribir kechirim so'rashimiz kerak jigarlar. Sizlar ham shunaqa qilinglar, kechirim so'ranglar baribir. Tak, o'rtaliqni tak yog'ochdan qilinadi adashmasam, yo toshdan qilinganmikan? Yog'ochdan ekan. Tak 1 2 1 2 1 uchinchi qatori menimcha boshqacha blokdan qilish kerak. Sabimni mana shu daraxtdan buzyapti. Tushundinglarmi? Tak, okey. Uchinchi qatorda tosh qo'ramiz adashmasam. Tak, okey. Bu tomonga ham menimcha mana shu yetsa kerak desam, menimcha yetmaydi. Yo'q. Ha, deraza uchun как раз joy qoldirish kerak. Bu tomonga ham deraza uchun joy qoldirish kerak. Bitta yetarmikan derazaga? Bitta menimcha yetmaydi. Bu tomonni 3 talik qilamiz. Tak, bu tomonni ham 3 talik derazalik qilamiz. Derazani qayerdan olishni lekin bilmayman to'g'risi. Menda deraza yo'q. Derazani biramallab qayerdandir topishimiz kerak. Ikkita u tomon ham ikkita tak. Menda mana blokdan bor, tosh blokdan mana shundan foydalanamiz. Lekin men hozir qishloqlardan kechirim so'rab kelishim kerak bor. Chunki ularni men xafa qilib qo'ygan ekanman o'zim bilmagan holatda. Lekin o'zim qandaysiga bilmagan holatda xafa qilib qo'yganimni o'zim ham bilmayman. Lekin qanday men aqlimga hali ham sig'dira olayotganim yo'q to'g'risi. Tak, bunaqa qilamiz. Bu yerga ikkita daraxt, bitta daraxt yetmadi-da, mayli. Bunday qilamiz, iloji yo'q. Tak, bir xil bo'lib qolmadi-yu, bir xil bo'lmay qoldi. Tak, to'xtanglar, men borib pastdan daraxt olib kelaydi, ya'ni taxta. Yo'q, menda yo'q-ku aytgancha. Ha, mayli, hozir borib o'rmondan topib kelaman bir ikkita narsalarni. Avval kech, brat, assalomu alaykum, bir bor. Nima? Menga salom beryapsan. Men seni yomon ko'raman. Iltimos meni kechiring, men hech qanaqa gap aytmaganman, lekin aytgan bo'lsam ham kechirim so'rayman. Mayli, kechirdim. Agar yana qayta shunaqa gap aytadigan bo'lsang, men seni umrbod kechirmas xafa bo'laman. Bo'ldi, brat, ming bor hozir mendan xafa bo'lmang. Iltimos sizdan. Bo'ldi, kechirdim. Bo'pti, bor. Ha, rahmat. Tushunganingiz uchun rahmat, bratanim. Brat, iltimos meni kechiring, men sizni mashmasha qilganim uchun. Senga kim aql berdi? Mayli, kechirdim. Qaytarib bu gapingni aytma, aytsang o'lasan. Bo'ldi, gap yo'q, bratanim. Uzr, kechiring. Ha, ulardan ham mana bular yomon asabni buzib turuvdi, egizaklar. Bulardan kechirim so'ray. Brat, to'xtang, brat, iltimos, brat. Meni kechiring, iltimos, sizni mashmasha qilganim uchun. Hozir o'ylab olay, kechirsam ekan. Ha, mayli, kechirdim. Qaytarib aytma lekin. Ha, bo'ldi, addushi bratanim. Tak, egizagidan so'raymiz. Ha, brat, meni kechiring, iltimos, sizni mashmasha qilganim uchun. Yo'q, seni 4 dunyoda ham kechirmayman. Nima 2 dunyoda deyilardi-yu? Endi 4 dunyodayman, biz egizakmiz-ku. Men bilan egizak emassiz-ku, lekin baribir kechiring, iltimos, meni kechiring, kechirmasangiz bo'lmaydi. Ha, mayli. Qaytarib bunaqa ishlarni qilma. Bo'lmasa, juda ham yomon, battar xafa bo'laman. Bo'ldi, brat. Addushi, juda zo'r odamsizlar. Mana bashirangizni o'pardim-ku, lekin bashirangiz kirdi. Yo'q, xafa bo'lmang. Bu gapimga voshcha xafa bo'lmang. Ya'ni bular любой gapga xafa bo'laveradi. Voy nima deyapman? Bo'laveradi. Gapni qaranglar. Mayli. Hozir daraxt olaylik. Tak, men uyimni cho'tki qilib 2 qavat qilib, udar qilib cho'tki qilaman, garochi. Bu qishloqda bunaqa uydan bitta bo'ladi. Sizlarga ham maslahat beraman shunaqa zo'r uy qurishni. Kommentariy yozib qoldiringlar, eng zo'r qurgan uylar necha qavatli uy. Mana shu eng zo'r qurayotgan uy mana shu 2 qavatli uy bo'lsa kerak adashmasam. Chunki qishloqda endi 2 qavatli uy bitta meniki bo'ladi agar shu uyni qursam agar. Chunki qishloqlar bunaqa uylarga qiziqmaydi. Bir xona bo'lsa ham, bir katakcha kichkinagina uycha bo'lsa ham yashayverishadi ular. O'zi odam shunaqa bo'lishi kerak, unaqa katta zo'r uylar baxt keltirmaydi, boylik keltirmaydi. Eng yaxshisi mazza qilib kichkina uy bo'lsa ham baxtli yashash. Sizlarga ham mana shunaqa narsalarni qarochi aytaman. Sizlar ham shunaqa qilinglar, chunki o'zi boylik hech qanaqangi foyda keltirmaydi, odam uchun hech qanday muhim emas. Endi bizlarga motivatsiya, kultivatsiya qilib qo'ydim-ku mana bu yerda. Tak, asta oldik. Xo'sh, bu yerga mana cho'tki bo'ldi. Вообще takoy lo'qki bo'ldi. Tak, bu yerda bunaqa. Voy, tugab qoldik. Ha, mayli, mana borini ishlatib o'ramiz.
Tak, okey. 32 ta bo'lib ketdi shu ham. Anchagina bo'lar ekan 32 tasi ham. Tak, bunaqa. Bu yer deraza bo'lib qolishi kerak edi, lekin noto'g'ri qo'yib yubordim. Ha mayli. Bitta olib tashlash problema emas-ku. Oldik. Tak. Bu tomonga mana bu yerga bitta deraza qoldiramiz. Chiroyli bu yer eshik qoldiramiz aytgancha. Bu yer mana bu yer balkon bo'ladi, cho'tki bo'ladi. Bu uyimni qaror cho'tki qilib quraman. Sizlar ko'rasizlar keyin qanaqa qilib qurilganini. Keyingi qismlarda ko'ramiz bu uy qanday cho'tki chiqqanini. Ungacha esa xayr bo'linglar, yo'q. Qanaqa xayr sog' bo'linglar demoqchi edim. Xayr bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar bo'lib ketmasin. Uyimni qaranglar, hozir quraveraman. Keyingi videolarda uy qanaqa chiqqanini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, kanalga obuna bo'lasizlar jigarlar. Haddi shu xayr, sog' bo'linglar.